Assalomu alaykum do'stlar. Sayohatimiz birinchi kuni Inchon shahridamiz. Hozir sayohatimiz birinchi lokatsiyasi, ya'ni Volmidodan boshladik. Baby, welcome to Volmido. Inchonga kelsangiz albatta bu joyga kelishingiz kerak. Chunki bu yerda siz dengizni, kemalarni va bu kemalarga siz chiqib ko'rishingiz ham mumkin. Agar siz oilali yoki do'stlaringiz bilan ham bemalol kelsangiz bo'ladi. Bu yerdagi attraksionlar yoshlar va kattalar uchun ham bor. Bu yerning ovqatlari esa asosan dengiz taomlari bo'lib, baliq, sakkizoyoq, sev, shunga o'xshagan mahsulotlarni topishingiz mumkin. Bu yerning ajoyib tabiati sevishganlarni ham o'ziga chorlaydi va ko'plab do'stlar bilan birga keladigan odamlar ham juda ko'p. Ayniqsa mana bunaqa romantik joylari va romantik kareslarni ko'rib, sevgan qizim bilan kelishim kerak degan xayol albatta o'tadi. Ularga havas qilish ham bilmaysan, hasad qilish ham bilmaysan. Romantikani ham boriga qiladi-da bori. Shunday romantiklarga kechki payt otish uchun salyutlar ham bor ekan. Bemalol kelib olsanglar bo'lar ekan. O'sha oldidagi magazinlarning hammasida deyarli bor. Va bu yerda sizlar muzdek ichimliklarni olishingiz mumkin. Yozgi kunda juda ketadi. Nima qilsa ham bu romantik joy ekan. Qizi borlarga jo'natib qo'yinglar. Qizi bilan kelsin shunaqa joylarga. Qizi yo'qlar, o'rtoqlarga jo'natib qo'yinglar. Kela olmaysan baribir deb. Alam qiladi mazza. Obuna bo'lishni unutmanglar. Qachongacha zor etasan sen meni nozli gulim.